Tövende naxun ve naxunni qandaq yasash to'g'risidagi tushuncha o'rganamiz. Oldi bilan naxun degan nima degan gap? Tamburni tirnoqqa sim bekitib chaldigan bo'lganligi uchun buni qadimgi tilimizda naxun degan fars tilidan kelgan bo'lib, naxun degan tirnoq degan ma'noda. Bu qarashga har xil ko'z qarashlar bor. Ba'zanlar naxulmi deydi, naxulmi deydi. Har xil ko'z qarashlar bo'lib, hammasi demak ma'no bir. Ham buni biz tadqiqotchilarimizning o'sha tadqiqotiga asoslanganda naxun degan deb atsak, biroz muvofiq bo'ladi deb qaralib kelmoqda. Endi naxul yasash. Naxulni qanday yasash? Oldi bilan biz mushu paxta jipdan 20 santda o'pchörda jip tayyorlaymiz. 20 santda o'pchörda jip tayyorlab 20 sant jipni birinchi bo'g'imi egildigan mushu bo'g'im qismiga bu jipni yo'gaymiz. Albilan bu jipning uchini ikki barmog'imizda tutib olib, bu jipni mush birinchi bo'g'imga takshi yo'gaymiz. Takshi yo'gab bo'lgandan keyin bu ikki tal jipning uchi chiqdi endi. Ikki tal jipning uchi. Buni qanday bir taraf qilish kerak deganda, bu ikki tal jipning uchini bir-birisiga bunda yo'gab teqirsak bir kichik kallakcha hosil bo'ldi. Bu kallakchani temaqimiz bilan mush jipning ostiga tiqib o'tamiz. Bosirib o'tamiz. Shundan bilan bu mukammal mudirmas bo'ldi. Bu jip bog'lanib bo'ldi. Jip bog'lanib bo'lgandan keyin endi naxulni yasashga o'tamiz. Endi naxunga changning 28-nomerlik sim ishlatildi. Oldi bilan bu simning uchini chiqarib olib, simning uchini jipning bog'langan qismidan bir 2 milli o'pchöristä teshig'i chiqaramiz. Teshig'i chiqarib bosh barmog'imiz bilan simni besib olamiz. Ma simning uchini bunda egimiz. Bu egib bo'lgandan keyin bu ma shakl keldi. Bu şekil kelgandan keyin buni bunda o'tashtirib bizni bu yoqqa qilmoq bo'lsak, bu beshi duglak shakli keladi. Beshi duglak shakli kelgandan keyin oldi bilan simning o'ng tarafini ikki barmog'imizda tutib olib, keyinga qaraymiz. Buni ma shakl keldi. Onun kendinden sol tarafine aşağıdan o'xshash uzunlukta qaraymiz. Endi bu bunda shakl keldi. Bunda shakl kelgandan keyin begiz barmog'imizni simning oraliga kirgizib o'lchaymiz. Naxulning sol tarafı uzunroq, o'ng tarafı kaltirak o'zimiz. O'xshashlarni qaychilashtirib, keyinga bo'lsak,
sim üzüldü. Bu mana bu bir tarafı o'ng sol tarafı uzunroq, o'ng tarafı qaltiroq shakl keldi. Kelgandan keyin buni kendin temak bilan o'lchaymiz. Temak orasiga qistiramiz. Qistirib bo'lgandan keyin ana keyin mavi jipning teshidan jipning matrafi iç qismi, matrafi tesh qismi bo'ldi. Tesh qismidan o'lchab tutib olib egimiz. Egib mana shakl egimiz. Endi matrafni taxminanla eksak bo'ldi. Bir tarafni sal qaltiroq qilib eksak bo'ldi. Şunu olan naqıl pütte deyimiz. Naqıl şunu olan pütte. Bu nemde naqılni qo'lga silish. ikki tal barmog'imizda ikki uchini, begiz barmog'imizni oraliqiga kirgizib tutib, jipning ostidan o'tkazamiz. Jipning ostidan o'tkazib, ikki tarafga va ikki beshini ikki tarafga tortib o'tib, bundan keyin tirnoqni ichiga solamiz. Shuni bilan naqıl pütte mana shakl keldi. Endi naqılning yasilishi har xil. har odam o'zining barmog'ining uzun qisqaliga qarab yasavasi bo'ldi. Endi hozir jamiyatda yasilayotgan naqıllarning turi 2-3 xilga bordi. Hozir biz endi o'lchamlik deb qarab kelayotganimiz mush xildagi 5 duglak kelgan naqıl biz hozir o'lchamlik deb qarab kelayotgan naqıllarning biri shu. Hem hozir ilmiy o'rganayotganlar hammasi asosiyatdan mush shakldagi naqlni ishlatadi.